alaykum aziz do'stlar. Mana navbatdagi bemorimiz izohi bilan tanishtirmoqchiman. Bugun ham bemorimiz demak bivshiy bemorimiz Qo'qondan kelishgan. Sizda bularda 1 oy oldin operatsiya o'tkazganmiz. Nima shikoyat bilan kelgan edingiz? O'sha ichib qotishi. Ichib qotish. Necha kunlab qotardi? 3 kun, 4 kun, haftalar. Kamida haftalab ham yuraveramiz. Dori ichamidingiz keltirish uchun faqat dori bilan. Dori ichsagina kelardi ichlari. Ichmasa haftalab qiynalib dam bo'lib, necha yil davomida shunaqa qiynalgansiz? 2-3 yil. 2-3 yil. Aha. Tushunarli. Demak, vrachlarda davolanib, gastroenterologlarda davolanib ko'rgansiz. Ta'sir bo'lmagan, to'g'ri ovqatlanish ham, boshqasi ham qilib ko'rgansiz hammasini. Demak, bularda ich qotish, tekshiruvlar o'tkazganimizda mana shu rentgen, kolonoskopiyalarda aniq bo'ldi, ichaklar uzaygan, buklangan joylari, ya'ni do'lxa sigma deymiz. Shunaqa tashxis bilan operatsiyaga oldik. Xudo xohlasa bugun hali 40 kun bo'lmadi, to'g'rimi operatsiyaga? 1 oydan biroz o'tgan, qayta ko'rikka kelishdi. Больницada necha kun yotdingiz? 5 kun. 5 kun yotdingiz. Operatsiyadan keyin qanaqa bo'ldi holat operatsiyadan keyin? Siz o'ylaganchalik qo'rqinchli darajadamikan? Yo'q, yaxshi. Qanday og'riqlar, bitishi qanday bo'ldi yaralar? Bitishlari tez bitdi, tushdi. Og'riqchi, necha kun qiynaldingiz? Og'riq o'sha yerda qiynaldim-da. Operatsiyadan keyin 1 kun 5 kun. 5 kun qiynaldingiz. Og'riq kuchli bo'ldimi? Yo'q, og'riq kuchli bo'lmadi. Og'riq kuchli bo'lgani yo'q. Chunki bularda laparoskopik usulda bo'lgan, qorinda kesmalar yo'q, faqat teshikcha, kichkina teshikchalar orqali operatsiya bo'lgan, to'g'rimi? Yaralaringiz bitib ketgan уже. Bemalol harakat operatsiyadan keyin turib, yurib, o'zingiz bemalol ishlaysiz, to'g'rimi? Anaqa og'ir qo'rqinchli narsa bo'lgani yo'q. Oldingidan ancha yaxshi. Mana 5 kundan keyin ketib, mana 1 oy o'tgandan keyin qayta ko'rikka kelishdi. Ichaklarni tekshirib qo'ydik. Ulangan joylar hammasi joyida, zo'r bitgan, ishlayapti. Hozir endi qanaqa ichishingiz kelishi? Ichim yaxshi. 1 mahal, 2 mahal. Dorisizmi? Dorisiz o'zi kelyapti. Qiynalganingiz yo'q. Yaxshi. Xo'jayinlari, siz nima gap aytasiz? Bizni kuzatuvchilarimizga bo'sh tavsiyalaringiz bordir. Sizlarga ham bu opani tavsiya qilamiz. Biz shu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib, bilib keldik. Qo'llar yengil ekan, dard ko'rmasin. Ishonchlaringiz uchun yaxshi, tuzuk. Yaxshi. Sizlar ham kelib ko'rinishlarni tavsiya qilamiz. Bemalol ko'ngildagidek, shikoyatsiz, xudo xolasa bo'ldi. Rahmat, xursandman. Men shunaqa natijalarni ko'rsam, juda xursand bo'laman. Albatta, bemorlar kelib rahmat aytsam, yaxshi tomonga o'zgarish bo'lsa, biz ham xursandmiz-da. Operatsiyani natijasidan xursandmiz. Так что ehtiyot qilinglar o'zlaringda. Nimadir shikoyatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Sizga ham rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat.